hozir Toshkent shahrining markazida turibmiz. 200 million dollarga baholangan. Bu qachon quriladi? Qachon foydalanishga topshiriladi? Hammasini hozir sizlar bilan ko'rib o'tamiz. O'zi bizaniki biznes markazimiz A klass hisoblanadi. Bu eng yuqori klass. Общий yer maydoni 1-2 gektarda joylashgan bo'ladi. Qurilish tugatgani paytiga rashyotimiz bo'yicha 5000 dan dollar kvadratdan. O'zbekistonda qo'rqmasdan men hozir aytaman, nomer 1 salohiyatli majmua bo'lsa bundan zo'r bo'lmaydi. Ulardan ziyod kuchliroq yangi biznes markaz O'zbekistonda qad rostlashi nazarda tutilgan. Hattoki Tashkent City'dan ham ko'ra skverga yaqinroq lokatsiya sifatida maketiga qarab pul to'lab ketgan. Hozir maketiga qarab pul to'lab ketmang. Bu loyihada xato qilishga hech kim haqqi yo'q. Bizani Centris Towers loyihasi O'zbekistondagi salohiyatli loyihalarning ichida yagona loyihaki, hamma hujjati 10 tadan 10 tasi chiqmaguncha ish boshlanmagan. Qo'rqmasa buni da'vogarlik qilish katta narsa-da. Centris Towers в самом сердце нашей столицы. Добро пожаловать! Biz hozir Toshkent shahrining markazida turibmiz. Bu yerda A toifadagi biznes markaz, ya'ni biznes sentrga kelganmiz. Hozir sizlar bilan buni ko'rib, tanishib chiqamiz va loyihaning qiymatiga e'tibor beringlar. Hurmatli yurtdoshlar, 200 million dollarga baholangan, juda ham ulkan bo'lgan bir binoni hozir sizlar bilan ko'ramiz va qanday qulayliklarga ega. Bu qachon quriladi? Qachon foydalanishga topshiriladi? Hammasini hozir sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Ketdik. Mana biz hozir ichkari sotuv bo'limining ichki qismiga kirdik. Atmosfera juda ham zo'r. Hozir bizni sotuv ofis menejeri Samir aka tanishtiradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sardor aka. Charchab qolmayapsizmi? Ishlaringiz zo'r. Xudoga shukr. Samir aka, biz har doimgidek YouTube kanalimizga bu loyihani obzorini qilib bermoqchimiz. O'shaning uchun sizdan yordam sifatida to'liq ma'lumot bersak. Xo'p bo'ladi. Biza hozir turgan joyimiz Buxoro ko'chasi, Mo'ljal bu poytaxt savdo markazi, Alisher Navoiy teatri va skverning yonida joylashganmiz hozir. Mana shu Beeline ko'chasi, hamma biladigan Beeline ko'chasi. Asosiy kirish qismi bizaniki Beeline ko'chasi tomonidan bo'ladi. O'zi bizaniki biznes markazimiz A klass hisoblanadi. Bu eng yuqori klass biznes klasslarning o'zi klassifikatsiyasi bo'ladi. Xalqaro standartlar bo'yicha bu A klass bo'ladi. Hop, O'zbekistonda A klassli biznes markazlar bormi yana? Bitta bor O'zbekistonda, bu Trilliant. Birinchisi Trilliant. Juda ham zo'r. Da. Bu ham A klass segmenti bo'ladi. 7 ta blokdan iborat. Общий yer maydoni necha gektar? Общий yer maydoni 1-2 gektarda joylashgan bo'ladi. Hop, qarang, Samir aka. 1-2 gektar yer joylashdi dedik. Hop, mana men ko'rib turibmanki, birinchi qavatlarda har xil avtomashinalar uchun do'konlar bo'ladimi? Mana shular haqida ham bitta gaplashaylik. Birinchi qavatlarimiz bizda sotilmaydi, kelajakda arendaga beriladi. Buni sababi nima uchun? O'zini biznes markazini o'zini konsepsiyasi bor. Xo'p. Masalan, qayerda nima joylashgan bo'lishi kerak, o'sha aniqlangan. Qayerda butik bo'ladi, restoran bo'ladi, kafe bo'ladi. Mana masalan bu yerda avtosalon bo'lishi kerak. Xo'p. Bu haqiqatan keyin ham bo'ladimi? Haqiqatan ham bo'ladi. Bu yerda lyuks segmentdagi faqat mashinalar bo'ladi. Lamborghini, Ferrari, Bugatti shunaqa segmentdagi mashina bo'ladi. Demak, mana shu biznes markaziga mos bo'lgan eng yaxshi va eng deylik qimmat mashinalar bo'ladi, lyuks. Da. Yaxshi. Birinchi etajlarimiz ham hamma butiklar, lyuks segmentdagi restoran, kafe, ayollar uchun saloni bo'ladi. Go'zallik saloni. Siz bu biznes markazidan joy xarid qilganingizdan keyin sizga interior dizayn xizmati va remont podkruch ishlari kerak bo'ladi. Biz Imperial Design
kompaniyasi 8 yildan beri shu sohada ishlab kelamiz va bu vaqt mobaynida 200 dan oshiq loyihalarni muvaffaqiyatli o'z egalariga topshirganmiz. Agar sizga ham remote podko'chishlar kerak bo'lsa, undan tashqari dizayn xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar, biz sizga yaqindan yordam beramiz. Xo'p, Samir aka, mana hozir ko'rib turibmizki, binolar har xil qavatlarga bo'lingan. Ya'ni bu qanaqadir boshqacha funksiyalarda bajaradigan binolarmi bular? Shular haqida ham gaplashaylik, chunki bizning yurtdoshlarimiz O'zbekistonni, nafaqat O'zbekistonni, balki chet ellardan ham ko'rib tomosha qilishadi. Alohida har bitta binoni aytib beraman. A binoyimiz, A blok. Bu yerda kelajakda xalqaro kompaniyalar joylashgan bo'ladi. Arendaga beriladi. Ya'ni Mировой brendlar. Mировой brendlar. Bu sotilmaydi. Bu o'zimizda qoladi. Birinchi etajda katta lobbi, 700 kvadratli lobbi joylashgan bo'ladi. Bunaqa lobbi hali hech qayerda yo'q. Birinchi bizda unchalik katta lobbi. U yerda masalan uchrashuvlar, yo'q, переговорlar o'tkazsangiz bo'ladi. Kim ishlaydigan xodimlar uchun bu hamma uchun tekin bo'ladi. Demak, coworking zonalari bor. Coworking restorani bo'ladi. Har bitta qavatda o'zini terrasasi ham bor. Bu mana daraxtlar qo'yilgan, keyin bitgandan keyin shunaqa holatda bo'ladi. 3-etajda FG blokimizda Centris Fitness degani premium segmentdagi fitness zal bo'ladi. Hozirgi kunda poytaxtda joylashgan. Ikkita filial bor, ikkita filial bo'ladi. Ikkinchisi shu yerda bo'ladi. Orqa tomondan ko'rsangiz basseynlari bilan ham bu tomonlarda basseynlari ham bo'ladi. Hozirgi kunga D blokimiz 9 ta qavat ko'tarilgan. C blokimiz 8-qavatdan ko'tarilyaptilar. A blokimizni уже parkovka qismini tugatgan. -4 qavatni. O'zi bu umumiy loyihaning topshirilish muddati qachonga belgilangan? Shu yilning oxirida polni skeleti ko'tariladi. Hop. 26-yil dekabr polni topshiriladi. Demak 26-yil dekabrda bu yerda уже insonlar ishlashni boshlashadi. Shunaqa. Xo'p, endi Samir aka, bizni yana ham eng qiziqtirgan savollardan biri buni narxlari haqida. Ya'ni loyihaning umumiy qiymati 200 million dollarga baholangan ekan. Xo'p, endi shu joydan ofis xarid qilmoqchi bo'lgan insonlar uchun 1 kvadrat narxlari haqida gaplashsak. Yuring bo'lmasa, nari yoqda ko'rsataman. Xo'p, narxlarni. Ketdik. Biz hozir videomizning eng kulminatsion nuqtasiga keldik. Ya'ni biz hozir ofislarni narxlarini bilib olamiz. Hurmatli yurtdoshlar, biz bu video uchun oldindan tayyorgarlik ko'rmadik, ya'ni tabiiy bo'lsin degan maqsadda biz tabiiy video yozishga harakat qildik. Agar qandaydir kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Samir aka, endi biz shu yurtdoshlarimizga planirovkalarni ko'rsatsak va narxlarni ham ko'rsatsak, aynan muddao bo'lardi. Bugungi kunga 30 kvadratdan 500 kvadratgacha joylarimiz, ofislarimiz bor. Sotuvda. Bundan tashqari 80% o'zi sotilgan. Demak, hali ham kechmas yurtdoshlarimiz joy olishga, to'g'rimi? Kechmas hali. Bu FG blokimiz planirovkasi. Har bitta qavatda 3 ta passajirskiy lift, bitta gruzovoy lift bo'ladi. Ya'ni 4 ta lift bo'ladi. 4 ta lift bo'ladi. Har bitta bloklarimizda 4 tadan lift kam yo'q. 5 ta bor, 6 ta bor, lekin eng minimum 4 ta lift. Bu eng kichkina blokimizda 4 ta lift bor. Ikkita pojarniy lestnitsa, mana bu yerda 3-chisi ham bo'ladi. Bu xavfsizlik uchun xalqaro sanlar bo'yicha kerak. Общий sanuzel, har bitta etajda 2 ta sanuzel. Keyin bu ofislarimiz raqami. Xo'p, qarang, Samir aka, mana sanuzellarni ofisni sotib olganlar remont qilishadimi yo buni Centris Tower o'zi remont qilib beradimi? Yo'q, koridor bilan sanuzel hamma qismlari tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Tak, planirovkasini aytib beraman. Har bitta qavatda 3 ta passajirskiy, bitta gruzovoy lift bor. Bundan tashqari 3 ta pojarniy lestnitsa bor. Bu xavfsizlik xalqaro standartlar bo'yicha xavfsizlik uchun kerak. Keyin общий sanuzel 2 ta. Bundan tashqari общий sanuzellardan tashqari почти har bitta ofisda o'zini shaxtasi bo'ladi. O'zingizga mo'ljallagan kichkina sanuzel yoki rakvina qo'ysangiz bo'ladi. Ofis ichida yana alohida qilsa bo'ladi. Qilsa bo'ladi. Umumiy hojatxona yoki sanuzelga chiqib yurish shart emas. Shart emas. Masalan, kimdirga bu qulayroq bo'ladi, kimdirga nabarot opshiga chiqish yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Shu uchun yaxshi. Xo'p, endi Samir aka, keling, mana shu narxlarga endi o'tsak. 1 kvadrat
hisoblanadimi yoki butun bir boshli ofis hisoblanadimi? Qanaqa bo'ladi? Shular haqida ma'lumot beraylik. Bizada kvadrat bo'yicha sotiladi. Hozirgi kunga kvadratlarimiz 2700 dan 3200 gacha bu 100% to'lovga narxlarimiz. Xo'p, endi bu narxlar mana qarang, to'liq tushuncha beray bo'lmasa yurtdoshlarimizga. 1 kvadratimiz hozir 2700 dan 3200 gacha bor. 1 kvadrat bu to'liq naqd uchun. To'liq. Xo'p, endi rassrochkalar ham bo'ladimi? Shular haqida ham. Rassrochka variantlarimiz ham bor. 2 yilgacha muddatli to'lov, boshlang'ich to'lov 25% bilan o'zingiz bo'ladi. Bizning narxlarimiz bugungi kurs bo'yicha fiksatsiya qilinadi. Shu kurs bilan keyin so'mga o'giriladimi? So'mga o'giriladi. 2 yil davomida shu kursda to'laysiz. Xo'p, ya'ni narxi o'zgarmaydi. 48 oy mobaynida men sizga dollarda emas, so'mda pul to'lov qilaman. Shunaqa. Bu yana bitta hurmatli yurtdoshlar, eng yaxshi qulayliklardan ega bo'lgan narsa, ya'ni 2 yilda dollar kursi qancha oshib ketishidan farqi yo'q, ya'ni so'mda to'lov qilasizlar. Bu juda ham yaxshi bir qulaylik bo'ladi. Xo'p, Samir aka, mana hozir podkatlaman degan tushuncha bor hammada yurtdoshlarimizda. Podkatlaman olsam narxi arzon bo'ladi va bitgandan keyin narxi qancha bo'ladi degan savollarga keyin javob berib o'tamiz. Masalan, sotuv boshlanganda hozirgi deylik 3200 lik ofislar narxi qancha edi? Birinchi savol. Ikkinchi savolimiz, bino umumiy bitib foydalanishga topshirilganda qanchagacha ko'tariladi? Ya'ni investorlar uchun bu juda ham muhim omil deb o'ylayman. Hozirgi kunga 2700 dan boshlasa agar, boshida bizada o'zi sotuv ochilganida 2400 dan 2500 dan edi narxlarimiz. Haligacha ham kech emas sotib olishga, chunki narxlarimiz hali stabilni ko'p o'smagan. Lekin bizada qurilish tugatgani paytiga rashyotimiz bo'yicha 5000 dan bo'ladi kvadrati. Yo'q, 5000 gacha ko'tariladi. Hurmatli do'stlar, qariyb tengma-teng o'sadi, ya'ni 2,5 minglik bo'lgan joy narxi 5000 gacha ko'tarilar ekan. Men agar qandaydir savollar bermagan bo'lsam, ya'ni ofisga sizlarni taklif qilamiz, ofisga kelsanglar, yana ham to'liqroq ma'lumotlar bo'ladi. Investorlar uchun, nafaqat investorlar uchun, o'zi uchun ham joy xarid qilmoqchi bo'lganlar uchun hozir juda ham yaxshi imkoniyat ekan. Ya'ni 2,5 minglik narsa 5000 ko'tarilishi bu dunyoda deyarli уже ko'p joyda qolmadi. Hali mana shunaqa imkoniyatlar bor ekan. Albatta bundan foydalanish kerak deb o'ylayman. Biz ham shundan foydalanish uchun harakat qilamiz. Rahmat sizga, Samir aka. Ishlaringizga omad tilaymiz. Charchamang. Rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, mana endi biz hozir biznes sentrni eng oliy maqsadlari va kelajakda bu qanaqa ahamiyatga ega bo'lishligi haqida gaplashamiz. Bugun buni hozir endi suhbatdoshimiz Hasan aka Mamon Saidov ustozimiz bo'ladilar. Hasan aka, assalomu alaykum. Yana bir bor. Hozir birinchi savolim, bu Centris Tower'da siz nima lavozimda ish boshlaysiz va bu joyga kelishingizda nima sabablari bor? Shular haqida birinchi gaplashaylik. Endi ko'p yurtdoshlarimiz biladi, Hasan akamizni Infactor orqali, boshqa loyihalar orqali tanishadi. Endi bu joyda nima uchun siz ish boshlaganingiz haqida bitta qisqacha. Haqiqatdan ham o'rinli savol. Hasan aka, Centris Towers'ga aloqangiz qanaqa? Bu yerda siz nima qilyapsiz? Nega Centris Towers'ni kontentida siz paydo bo'lishni boshladingiz? Centris Towers bizning oilaga tegishli. Ukamizniki. Bugungi kunda salohiyatli insonlar ko'p, tajribali insonlar ko'p, juda muvaffaqiyatli insonlar ko'p. Biz muvaffaqiyat kuychi sifatida tajribali insonlarni gaplashardik, lekin haqiqatdan ham hidden champions deydi, secret chempionlar bor. Davr talabi efirga chiqishga kelmaydi, chiqmayapti. Hali beri yana chiqish niyati yo'qlarning safida bizning ukamiz ham shu roldagi insonlar. Tabiatan hoksor, kamtar, tajribali, salohiyatli bo'lsa-da, efir chiqishi men xush ko'rmayman. Qolganda hech qanaqa muammom yo'q deydi. Shuning uchun haqiqatdan ham oila a'zosi sifatida befarq emasmiz. Va Hasan aka haqiqatdan ham O'zbekistonda qo'rqmasdan men hozir aytaman, nomer 1 salohiyatli majmua bo'lsa bundan zo'r bo'lmaydi. Shuni dalolat qilish uchun kimdir aytish kerak, kimdir duxi aytish kerak, kimdir qo'rqmasdan shu gapga da'vogarlik sifatida aytish kerak. Endi buni dalolati, holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Dalolati, targ'iboti, ma'lumotini kimdir yetkazish kerak. Albatta hozirgi kunda media olamida kimdir face sifatida aktyorlarni ishlatyapti. Kimdir face sifatida xodimlarni ishlatyapti.
kimdir face sifatida biznes asoschilari mana bir Murod Nazarovga o'xshagan do'stimiz akamiz ular chiqishyapti, bizani yoki Zafar akalar chiqishyapti yoki mana oxirgi paytlarda Jahongir aka chiqyaptilar. Bu loyihaning muallifi, egasi ukamiz. Men chiqmayman. Endi siz mediada yaxshisiz, tajribangiz bor. Shu loyihamizning filosofiyasi bor. Shu loyihamizning mazmuni bor. Buni legendasi bor. Men sizdan dildan chiqqan gaplarni dilga yetib borgandan keyin uni ommatan hali sen o'qigan kitobni kimdir yozgani? O'sha kimdir yozgan kitobni kimdir o'qib berish. Yozuvchi bor, uni chiroyli qilib o'qib yetkazib beruvchi bor. Demak, bir o'ziga ko'z qo'yganda shuni yozgan muallifi sifatida ukamizni ichidagi hamma bir hissiyotlari, tuyg'ulari, energiyasi, salohiyati va mehnatiga bemalol hali ruschada под каждым словом подписываюсь mas'uliyat olib kimdir dalolat qila oladimi desa, albatta tajribali tadbirkor sifatida, ustoz tadbirkor sifatida sizni fikringiz ko'pchilik uchun ishonchli. Sizni fikringiz ko'pchilik uchun qadrli degan bir fikrlarni almashgan bo'ldik. Mana nasib qilsa bugun birinchisi Hasan Mamasaidov Centris Towers'da va Centris Towers bugun Sardor Jabborov YouTube kanalida birinchi marta ochiq efir maxsus premyera sifatida dalolat syomkasini tasvirga olinyapti. Tashqi resurslar uchun, o'zimizning resurs uchun ancha-muncha olib qo'ydik, sizga ko'rsatdim. Bu materiallarni ishlatasiz. O'shaning uchun face sifatida hozir hattoki bu ko'rsatuvda mendan tashqari jamoadoshlaringiz bilan tasvirga olsangiz, o'sha holatda ham yetkazib berishda xarizma muhim. Duh muhim, salohiyat muhim, samimiyat muhim va tajriba muhim. O'sha energiyani kim maksimum o'xshatib yetkazib bera oladi degan savollarga javob topdik-ku. Hurmat bilan men deb mana bugundan boshlab u yoki bu Centris Towers loyihalarini mediaga dalolat qilish kontentlarda Hasan aka bizga yelkadosh bo'lsangiz, bizga yordamchi bo'lsangiz, bizning qadriyatlarni ommaga dalolat qilsangiz, biz xursand bo'lamiz deydi. Biz ham salomga alik olib xursand bo'lib keldik. Albatta biz uchun qadrli, butun bir boshli O'zbekiston tarixida boya bejiz etmadik, Registonga o'xshagan yangi majmua qad rostlayapti. Registonning orqasida legenda bor, timsol bor. O'zbekistonning ko'rki, bu O'zbekistonning vizitkasi bo'lgan. Registon ham 3 tali bashnadan iborat bo'lgan. Shunday. Bugun ham buni ham asosiy 3 ta bashnasidan tashqari yana yonida qanot bo'lgan 4 ta kichkina bashnasi bor. FGDE, ABC bashna, Centris Towers deganda bashnalari o'ziga xos Registonga o'xshab qad rostlab turibdi. Bunda salohiyat bor. Bunda O'zbekistonning vizitkasi bor. Toshkent Markaziy Osiyoning markazi. Skver Toshkentning va O'zbekistonning markazi. Skverda Samarqandga o'xshab eng markazda yangi qad rostlayotgan salohiyatli insonlar. Moliyaviy markaz, biznes, muvaffaqiyatni markazi qurilyapti. Va nihoyat bu ham bir paytli kimdir Gagaringa o'xshab nimalarni uchirgan-u osmonga. Qachondir Tesla nima sifatida kirib kelgan elektromobil. Bugun yana O'zbekistonda raqobat ko'p, biznes markazlar ko'p, majmualar ko'p, lekin legenda bo'lib, o'zining filosofiyasi bilan, o'zining videosi bilan va o'zini hali hardwaredan tashqari nachinka, software legendasi, ambitsiyasi bilan to'lish uchun biz shu yerdaligimiz boisi o'sha asl dildagi, amaldagi va ertaga muvaffaqiyat markazi sifatida M-Factor orqasida qancha yuzlab, minglab, millionlab auditoriyasi bor. Salohiyatli insonlar bor. Shu insonlar ham yana yangi muvaffaqiyat markazi sifatida bu salohiyatni ishlatsa tilla, ishlata olmasa tosh. Shuni ishlatishiga do'st bilan obod uying bo'ladigan maqsadda biz shu yerga kelishimizni ko'p sabablari bo'ldi va albatta men bu loyihani vakili sifatida, bu loyihada boshqaruv kengashida maslahatchi, sovetnik sifatida, hattoki davlat rahbarini, vazirlari, hokimlari bo'lgandan tashqari atroflarda maslahatchilari bor. Bu loyihaning ham o'z rahbarlari bor. Lekin Hasan aka loyihaning asoschisi sifatida, maslahatchi sifatida bizga yelkadosh bo'lsangiz, rahbarlarimiz xato kamchiliklar qilayotganimiz ko'zgu bo'lsangiz, ularga bir qo'llab-quvvatlab to'g'ri yo'nalish bersangiz, o'zingiz tajribangizdan, o'zingiz ambitsiyalaringizdan, o'zingiz filosofiyangizdan, o'zingiz qadriyatlaringizdan o'sha osh ichida sizni ham bir hissangiz bo'lsa, ta'miga ta'm qo'shilsa, xursand bo'lamiz degan salomga aligini olgan odam sifatida Centris Towers'da
formalni va ofitsialni 2025-yildan boshlab Hasan Mamasaidov shu loyihani Centris Towers bosh zontishni brendi Centris Development. Xudo enerjisi Centris Development. Masalan, falonchi loyihasi, Oybek loyihasi bu enerji loyihasi degandek. Centris Development eng vizitka loyihasidan bittasi bu Centris Towers. Oldida hali yana xudo xolisa juda katta ambitsiyalar bor. Boshlagan ishlarni eng birinchi portfolio va vizitka katta показательni ochiq formatdagi ishlarida shu bizani o'rnimiz, bizani hissamiz, bizani xizmatimiz qadrliligini ikki tomon e'tirof qilgan holda shu yerga kelishimiz boisida sababi shundan iborat. Yaxshi, juda ham zo'r. Hurmatli yurtdoshlar, bu samimiy suhbat, bu kommersiya ko'rsatuv emas, yo boshqa emas. Sizlardan iltimos qilgan bo'lardi, shu kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, like bossanglar, bu videoni juda ham ko'pchilik ko'rishiga sabab bo'ladi. Xo'p, Hasan aka, yana bitta hozir gapirib o'tdingizki, muvaffaqiyat markazi dedingiz. Keling shu muvaffaqiyat markazi haqida gapirasiz. Bu nima uchun aynan bu joy muvaffaqiyat markazi deb ataldi? Birinchi navbatda lokatsiya. Eng markazda turgan, bundan zo'r markaziy lokatsiya yo'q O'zbekistonda. Yo bormi? Endi bu da'vogarlar bo'lsa yozinglar. Shahar Agar shahar yuragida skverdan boshqa bundan zo'r lokatsiya O'zbekistonda bor, men bu lokatsiya sizlarnikidan zo'roq lokatsiya desanglar, u savollar birinchisini o'zi shuni o'zida yopib suhbat tugatsak bo'ladi aslida. Lekin gap lokatsiyadan-da tashqari orqasidagi boyagi menejment, unga bo'lgan ishonch, bunga bo'lgan legendasi, brendi, kelajagi qadriyati, filosofiyati, maqsadi, ambitsiyasi, orzuga yetmoq oson emas, armon bo'lgan bilan. Manzilga yetmoq oson emas, sarbon bo'lgan bilan. Hamma orzu qilyapti. Hammada armon bor. Hamma orzuga yeta olmayapti. Bu davraga, bu bozorga, bu mavzuga kirganlar juda ko'p. Oxirgi paytlar raqobat shunchalik ko'pki, hamma zo'r bo'lishga da'vogarlik qilyapti. Armon bor, hammada yaxshi niyat bor, umid bor, orzu bor. Lekin manzilga ham yetmoq oson emas, sarbon bo'lgan. Hammasini sarboni bor. Rahbari bor, lekin manzilga yeta olmayapti. Manzilga yetish uchun salohiyatli, orqasida asoschilari, tajribasi, salohiyati, bilimi, xarizmasi, duxi deymiz-ku. Yaxshi insonlarning ta'biri bilan aytganda. O'sha hammasi borligi bu loyihaning muvaffaqiyatli loyiha bo'lishida ikkinchisi qadriyatlari. Uchinchisi haqiqatdan ham loyihani spetsializatsiyasi juda muhim. Faqat biznes markaz. Bunda apartament ham bor, bunda otel ham bor degan narsa yo'q. Bunda faqatgina muvaffaqiyat markazi sifatida ofislar, biznes markazlar, moliyaviy markaz sifatida bu yerdagi atrofda skver deysizmi, Centrobank deysizmi, skverdan tashqari juda ko'p boshqa majmualar bormi? Hattoki Tashkent Citydan ham ko'ra skverga yaqinroq lokatsiya sifatida, markaz sifatida metro deysizmi, boshqa transportlar deysizmi, hamma taraflama juda ko'p muvaffaqiyatlar omili borligi lokatsiyani muvaffaqiyat markaz sifatida bergan. Lekin oxirida 5000 ga yaqin muvaffaqiyatga intiluvchilar, 5000 ga yaqin talpinuvchilar telefonni zo'rini qayerdan sotib olasiz? Malikada. Tushuntira oldimmi? Bu o'zini biznesi muvaffaqiyat markazining markazi sifatida, chunki Malikada raqobat katta. Malikada spetsializatsiya bor. Farqatskida ham telefon sotib qolishi mumkin. Onlaynda ham, uzunda ham sotish mumkin, lekin Malika pozisionerlik nuqtai nazaridan mana bu yerda turibdi. Bu biznes markazlarni markazi sifatida, hozirgi Malikasi sifatida pozisionerni atrofingizda eng zo'r sport zali O'zbekistondagi nomer 1. Atrofingizda eng zo'r va eng qimmat Centris Motors O'zbekistonda bundan qimmat avtosalon bo'lmaydi. Eng pachog'i $300,000 mashinadan $3 million bo'lgan mashinagacha bo'lgan mashina shu yerdan kelib kiradi. Hali muzeyga borganda eng zo'r uni ko'rganlar o deydi-yu. Toshkent molda bo'lgan bilan bu yerda spetsializatsiya eng zo'ri. Eng zo'r restoranlari, eng zo'r nimalar bu yerda boyagi perigovorlar zonasida hamma texnikani atrofida qiziqqanlarni yo Abdusahidan yo Malikadan topganimizdek, yo boshqa joylardan, yo Malikadan degandik, yo bu yerda zo'r odamlarni ko'rasiz. Zo'r odamlar, muvaffaqiyatli insonlar, siz bilan qilgan, havas qilgan insonlar kelishi uchun nima qilish kerak degan savolga javob topamiz.
Shu insonlarga bu lokatsiya, shu insonlarga bu joy hammaga birdek xush kelish uchun hamma omillar hozirdan fundament paytida, g'oya paytida yechim topilyapti. Lokatsiyadan tortib, 800 dan ziyod parkovkasidan tortib, eng zo'r restoranlardan tortib, eng qimmat lobbi, bemalol qo'rqmasdan aytamiz. O'zbekistonda bundan qimmat lobbi bo'lmaydi. 700 kvadratda o'ziga bir 5-6 million dollar lobbiga sarflanadi. Loyihani o'zi 200 million dollarlik loyiha. Tushuntiradimi? Bu siz 20 kvadrat ofisingiz bo'lsa ham, sotib olgan bo'lsangiz ham, arendangiz bo'lsa ham shu buni ham ko'tarib bergansiz, Centris Towers'da ko'risha qolaylik desangiz, sizni переговорlaringiz, sizni kelajakdagi xalqaro bozorga chiqishlaringiz, siz mana bu встречада odamlar bilan qatta obed yo завтрага ujin qilishlaringiz, sizni sport zalda kim bilan choy ichib, kim bilan yugurib, kim bilan ish bitirishlaringiz, sizni yaxshi niyatlar bilan shu Black Star boshida moykasida yoki Centris Car boshlar undan ham zo'r moykalarda mashina yuvishlaringiz hammasi bir uni ko'rganlar "vo" deydi degan joylar bo'lardi-yu. Shu "vo" deydigan mehrni muvaffaqiyat qilgandan keyin xohlasangiz zo'rlarga talpinasiz-ku. Shunday. Ana uzoqqa bormaymiz. Bugun insonlar kimdir Alisher Saif klubiga talpinadi, kimdir M-Factorga talpinadi. Nima uchun? O'sha yerda boraman, energiya bor deymiz. Endi hamma klublar ham qatqadir talpinish kerak-ku. Shunday. Eng zo'r odamlar shu atrofda o'zida yursa, muvaffaqiyat markazi o'zining ofisi bo'ladimi? Odamlar talpinadigan joyi bo'ladimi? Xuddi hamma texnikachilar ham manfaatlar chorrahasi deymiz. Shu legendani zal qiladi qilyapmiz va buni amalga oshirish uchun boyagi kimdir yashash kerak. Kimdir uni sen meni ishontir muhabbatingga deb sizga ham, klub egasiga ham, rahbariga ham hamma mana bugun Nesvanni natijasini ko'rgandan keyin ishonmaymiz. Lekin buni ishonish uchun bir paytlar bu Murod Nazarovning qalbida, miyasida, yuragida bo'lgan. Xuddi shunaqa bugun yurakdagi narsani dalolat qilish jarayonida albatta markazligini ishonib va nima uchun biz ishonishimiz kerak desa, oldingi shu paytgacha qilingan ishlarimizni, bizning shaxsiy brendimiz, bizning insonlarga bo'lgan munosabatimiz, tajribamiz, qadriyatimiz bilgan holda va albatta Hasan aka siz nomingiz turibdi. Bu loyihaga ertaga mana bugun 2027-yil martda syomka qilinyapti. 25-yil. 27-yil martga orqaga qarab uyalib qolmaysizmi? Xudo xolisa uyalib qolmayman, xotirjamman. Mana shuni san qo'rqmasdan men xotirjamman deyishiga duxing yetyaptimi, deyapti. Shu 1 yil ichida podvat qilinmagan joy bo'lsa, keling ko'rsatib beraylik. Yana 2 yil ichida yorug' yuz bilan 2027-yil joylar bitganida uyalib qolmaysizmi? 2027-yildan keyin davom etadi desa, biz bilan necha yildan beri tanishsiz? 2020-yildan beri. Shu paytgacha Xudo xohlasa 17, 18, 19-yilda M-Factor yaralgan bo'lsa, 5 yil ichida endi hayotda qattadi ko'zga ko'ringan ko'rinmagan nimalar bo'lmasa, orqaga qarab yuzimiz yorug'mi? Bu yoqda yana orqaga qarab 3 yildan keyin, 5 yildan keyin yuzimiz yorug' emas. Nomimizga ishladik. Nomimiz bizga ishlaydigan davrda turibmiz. Muvaffaqiyat markazi sizni talqiningizda nima? Muvaffaqiyat markazi o'z ichida qaysi triggerlarni, qaysi g'oyalarni, qaysi filosofiyani, qaysi legendani aks etish kerak desam, mana shular bo'lsa o'shalar bo'ladi. Targoviyatda, supermarketda sizni talqiningizda eng zo'r supermarketda qaysi brendlar turish kerak degandek, bu eng zo'r qaysi brendlar bu yoqqa kelish kerak. O'sha brendlar kelishi nima beradi? Va brendlar olib kelish uchun nima qilish kerak degan savolga javob topishgan supermarket egalari. Shunday. Biz o'sha muvaffaqiyat markazi supermarketi deydigan bo'lsak, bu supermarket o'z ichida qaysi brendlarni oladi? Qaysi DNK, qaysi kulturni kod, qaysi qadriyatlar, qaysi filosofiya, qaysi insonlar. Albatta magnit bo'lib siz bu yoqda, uni bu yoqda, buni bu yoqda, buni ko'rsangiz va o'sha insonlar kelish uchun qiymat yarata olsangiz, imkoniyat yarata olsangiz, uzoqqa boramiz. Bitta portfoliomiz shunda chiqsangiz resto. Kecha o'zimiz oilaviy tadbirga o'zimizga joy topolmadim. Alloh fayz bersa, baraka bersa, Ramazonda uncha restoranlarda qaytanga joy bo'shroq bo'lib qoladi deyshadi. Bo'shroq. Lekin aytdim yana bitta ikkita stol bormasa zararni biron qo'yamiz. Nega? Chunki brend sifatida, portfolio sifatida ishini halollab, marketingini ham, productionini ham, promotionini ham
customer fulfillment klientlarning roziligini ham chiroyli tizimli tashkil qilgani uchun do'st bilan obod uying bo'lib turibdi. Vaholanki juda katta pul otilgan. Faqat bitta restoranni o'ziga O'zbekistonda o'tgan safar maqsad bilan intervyu 4 million dedik, 5 million dollardan ziyod pul otilgan. Uchinchi odam duxi yetmaydi, restoranga 5 million dollar ochib. Lekin o'sha atmosferani ko'rgandan keyin uchinchi boshqa joyga borgis kelmaydigan bo'lib qolgan. Bu 5 million dollar otilganiga otib olmagan narx otib orilmagan. Pul otilgan, narx otib orilmagan. Shu pulingizga yarasha maza qilasiz. Bergan pulingizga nisbatan har xil vibringiz bor. Qaror qabul qilasiz. Bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. 200 million dollar otilib, 20 ming dollarlik yoki 200 ming dollarlik ofisingiz bo'lsa ham mabodo. 20 kvadratli ofisingiz bo'lsa ham, bu yerda bu energiya. Siz ham 20 kvadrat bo'lsa ham shu yerda ofisingiz bormisiz? Arendada bo'lsa ham bor degan narsa sizga status beradi. Bu 20 kvadratli joy olish barobarida bu qanchadir joydan bepulga foydalanish imkoniyati paydo bo'ladi. Ekosistema. Farqi yo'q. Siz baribir resepsiyonda o'tirasiz, lobbida o'tirasiz. Siz o'sha terrasalarda o'tirasiz. O'sha yerda mehmonni kutib olasiz. O'sha yerda do'stlaringiz bilan ko'rish, ofisingiz faqatgina siz o'zingizni backend zakryetiy joyda konsentratsiya qilib ishlashingiz uchun. Qolgan ekosistema переговорный. Meeting roomlarni po fakti tasha qilib kerakcha olaverasiz. Lekin ochiq bepulga ishlatadigan lobbilar, ochiq bepulga ishlatadigan do'stlaringiz, resepsiyonlaringiz, lobbilaringiz, terrasalaringiz yoki siz atrofingizda markazga chiqishlaringiz, siz atrofingizda shuncha odam bitta joyga olib kelib qo'yishlaringiz, siz atrofingizda restoranlar, siz atrofingizda moykalar, nimalar, sport zallar, avtosalonlar bu sizga qulaylikda. Mana bu ham 100 so'm, bu ham 100 so'm arenda bo'lsa, shu 100 so'm bu yoqqa bera qolay deysiz. Bu ham zo'r. Hasan aka, qarang, mana hozir 200 million dollarlik qiymat, bu hozir 200 million dollarlik qiymat O'zbekistonda yo'q. Xo'p, endi savol tug'iladi o'zidan o'zi. Shuncha pulga qurilayotgan loyiha hujjatlari qanaqa? Bizga sir emaski, hozirgi kunda ko'p binolar qurib oxirigacha kadastri chiqmaganlari qancha yoki oxirigacha qurilmaganlari qancha, ko'p yurtdoshlarimiz kuyib qolgan holatlari qancha. Mana o'zimiz ko'p sir tutmaymiz. O'zimiz ham Yakkasaroy o'sha infrastruktura orqasida uy olganmiz. 2021-yil to'lov qilganmiz. Mana haligacha uy bitmagan. Zo'r. Vaholanki uni 2022-yil topshirish kerak edi. Mana shu holatlari qanaqa yechilgan bu? Mana biz zo'r gaplashaylik. Xuddi shu savollar va undan ko'p boshqa savollarni siz ko'rdingiz, men sizga video tashladim. Aslida efirga chiqmasada ukamizdan hamma savollarga men javob oldim. Men bu narsani she'r yodlab olib sizga aytib beraman. Yodlab olgan joyim birinchi qo'l первоисточникdan oldim. Men so'ragan va so'ramagan hamma savollarning javobi muallif sifatida, ega sifatida ukamiz bunga javob berdi. Bu joyga qiziqish bildirgan odamlar kelsa, qo'rqmasdan har bitta savolga, har bitta hujjat borligiga xotirjam ketadi. Biz 2020-yillarda uy olganimizda o'zimiz o'zbek bizada ishonuvchimiz. Xuddi shunday. Maketiga qarab pul to'lab ketgansiz. Hozir maketiga qarab pul to'lab ketmang. Pul to'lashdan oldin chekliz bo'yicha hamma savollaringizga javob toping, keyin pul to'lang deymiz. Shoshmang degan. Shoshmang, bizga ham. Bizda u bor. Bizani Centris Towers loyihasi O'zbekistondagi salohiyatli loyihalarning ichida yagona loyihaki, hamma hujjati 10 tadan 10 tasi chiqmaguncha ish boshlanmagan. Bir xil 3 tasi chiqdi, paxoda qolaman bilan boshlaydi-yu. Xuddi shunday. Chiqqandan keyin xotirjam. Hammasi chiqqandan keyin xulosasidan tortib boshqa jarayonlardan tortib hammasi mana shu kitobida nima yozilgan? Chunki bu strategik ahamiyatga ega loyiha. Bu Yunusoboddagi yoki Mirobodagi yoki Uchtepadagi loyiha emasda. Bu loyihani xato qilishga hech kimning haqqi yo'q. Chunki bunda bevosita bu loyihada bosh komissiyada davlatimiz rahbarlarining o'zlarining nazoratlarida bo'lgan xabarlar bo'lishi bilan bir qatorda bosh vazir komissiya rahbarligi asosida bu loyiha nazorat ostida davlatimiz uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan loyiha. Bu loyihada xato qilishga hech kimning haqqi yo'q. Bu loyihada, bu joyda, bu lokatsiyada o'zi biroz qancha strategik ahamiyatga ega bo'lgan obyektlar bor. Shunday. Uni hali bunday qilib Yunusobodda yo Uchtepayda yo Yangiobodda qila olmaysiz. O'shacha albatta buni kelajakda loyiha menga o'zi qiziq ekan va men uchun eng muhim omillardan biri hujjat ekan desa, hujjat bormi desangiz, hujjat bor. Keling, joy hujjati bo'lsa, qaysi hujjatlar bor, hamma hujjatlarga savolga javob toping. Albatta kerak bo'lsa endi buni ommatan hammaga kopiya qilib boshqa qilib berishga ehtiyoj yo'q.
haqiqatdan ham buni ko'rgan insonlar bormi? Tilda ham, dilda ham, amalda ham kelsa, shunda zaявkaga zaпрос sifatida mana bu joyga qiziqdim. Men so'ragan va so'ramagan nima savollar bor desanglar, kelib qiziqish bildirganligi, hattoki o'sha eng muhim kontentlarni beryapmizki, qalban xotirjam bo'ling, keyin qaror qabul qiling. Ha, shunday. Hatto bizga ishonch bildirishdan oldin bizga beradigan savollaringizni berib oling. Nima savollarni odatda berishim kerak desa, mana savollarni bering. Bu savollarning javobi bor, keyin qaror qabul qiling. Chunki mana Hasan aka, meni YouTube kanalimni Amerikadan kuzatadigan yurtdoshlarimiz bor, Dubaydan, Kanadadan kuzatadigan ko'p Rossiyadan kuzatadigan yurtdoshlarimiz bor. Ularga mana shu narsalar juda muhimda. Ular chunki har safar bu yoqqa kelib keta olmaydi. Shu sababdan bu savollarga mana hozir qisqacha bo'lsa-da javob berishga harakat qildik. Yana hurmatli yurtdoshlar, kim agar kelmoqchi bo'lsa, mana sotuv bo'limiga kelib, ko'rib, bundan-da qiziqarli yana ma'lumotlar bor. Endi biz ma'lumotni juda ko'p bitta ko'rsatuvga sig'dira olmay qolishimiz mumkin. Siz ko'rsatuvingiz orqali kashf qildim deysiz. Shunday, ha. Qolganini bevosita bizani sotuv bo'limiga, menejerlarga va bir kun emas, bir kun, bir oydan keyin, bir yildan keyin, 3 yildan keyin, 5 yildan keyin bu loyihaning rahbarlari, sotuv bo'limidagi rahbarlari ular turklar. Coach kompaniyasi quryapti. Investing kompaniyasi uni sotuvida, menejment va marketingida qatnashyapti. Ularni men topa olmayman-ku desanglar, biz shu yerda biz. Xuddi shunday. O'zbekistonda biz Hasan Mamad Saidov, Murod Nazarov, Zafar Hoshimov o'xshagan tadbirkorlarga o'xshab nomini podudar qo'yish niyati yo'q. Shunday. Aka-ukalar bo'lsin, oila bo'lsin, bizning oilani tanigan, bilgan insonlar nomimizni bulg'ab, bugun ertaga nima bo'lsa bo'lar, ertaga bugun shu ishni qilsam bo'lmas degan loyihaga kirganimiz yo'q. Haqiqatdan ham aka menga qiziq, kimga zapros yuboray? 20 kvadrat bo'lsa ham, 30 kvadrat bo'lsa ham, 50 kvadrat bo'lsa ham, 100 kvadrat bo'lsa ham joy olmoqchiman. Kelajakda investitsiyamni xavfsizligiga xotirjam bo'lsam va investitsiyam menga yaxshi daromad berishiga xotirjam bo'lsam, likvidni nejiloy kommersiy kompleksim bor portfoliyomda nedvижимостlardan tashqari. Buni men borib 3 ta, 5 ta, 10 ta kvartirani olib qo'yganman. O'sha 11dan tashqari bu segmentga diversifikatsiya qilay desa, bemalol kelinglar. Ishoninglar, xursand bo'lasizlar. Faqat bitta talab bor, bitta osh qilib berasizlar. Chunki sizlar hali baraka topasizlar. Hozir podkatlar narxda juda narxlar yumshoq ancha, lekin bu joy kecha o'sha ko'rsatuvlarni ko'rib chiqqanimda qariyb 50% gacha oshadigan narxlarni eshitdim. Hurmatli yurtdoshlar, agar kimda xohishi bo'lsa yo boshqa bo'lsa, hali ham imkoniyat juda yaxshi. Agar kelsa, Hasan akam oldiga kelsalar, undan ham yana ham yaxshi qulayliklar bo'ladi deb o'ylayman. Endi yaxshi qulaylik tizim bor bu-yerda. Masalan, sizga 100 so'm, ularga 80 so'm degan narsa yo'q. Yaxshi qulayligi bugun olsangiz ertadan ko'ra arzonroq, kecha olsangiz bugundan ko'ra arzonroq olish imkoniga ega edingiz. Bizani oldimizga kelsangiz, siz to'g'ri qaror qabul qilishingiz uchun, hatto hozir mana pastda aka meni akam bo'lsangiz, yo 1 yildan keyin, 2 yildan keyin sizga rahmat deyishim uchun qaysi qaror qabul qilardingiz desa, men ayiqqam do'st bo'lsam qaysi tavsiyani berardim bilan yondashib. Bizada samimiy sizni talabingizdan, sizni imkoningizdan, sizni ehtiyojingizdan, sizni imkoningizdan kelib chiqqan holda sizga do'st bo'lsam, samimiy aytaman. Meniki bo'lsa, meni akam bo'lsangiz nima qilardim? Akam bo'lsangiz qaysi savolni berardim va o'shanga to'g'ri yechim berardim. Lekin Sardorga 100 so'm qilgan narsani haliga 96 so'm qilaman, yo'q. Yo'q, unaqa. Sardor bugun 100 so'm olgan narsani bir haftadan keyin, bir oydan keyin narxi 105 so'm bo'lsa, 105 so'mga oladi. Aka o'sha 100 so'mliga bersangiz olaman, bo'lsa olmayman, olmay qo'ya qolsin. Sardor 100 so'mga olganning hisobi vaqtliroq olganda. Salomat bo'ling. Mana bugun oldingizga kiring. E'lonlarga kiring. Eng nomer 1-ni Trilliant. Trilliantning narxi $5000 dan arzon emas kvadrat. 5000 6000 gacha joyiga qarab, qaysi qaymoqli joylari ketib bo'lgan. Qaymoqli bo'lgan joylar sotuvda yo'q. Lekin $5000 dan qimmat. Bu loyihani tani 4000. Lekin $2400 ligidan sotuv ochilibdi. Bu biznes sentrlarning katlamanlarning psixologiyasi, filosofiyasi shunaqa ekan. 2400 ligida sotuv ochganda olganlar oldi. 2700 da olganlar oldi. Hozir 2900 dan 3200 gacha vilkadagilarda sotilyapti. Har 300 kvadrat, 400 kvadrat sotilishi bilan narx oshar ekan. Eng patologik qanchagacha chiqadi Hasan? 6000 gacha chiqadi deyapti. 6000 gacha chiqadi. Endi bularning narxi boring ana orientirimiz uchun 5000 deylik. 6000 bo'lib qolsa Hasan aka baraka topdim, adashibsiz shu yerda. 5000 dedingiz, 6000 ga sotdim desanglar, men xursand bo'ling.
Chunki o'tda yaxshi qiz mahalladan ortmaydi. Zo'r odam. Mana hozir 70 kvadrat oldim. Kirib kelgandan keyin apetit prihod va время yedi, yonidagi qo'shnimniki 20 bor ekan. Aka 4000 ga berdi, siz yo'q ekan, batareyam kam dedi. 6000 ga bo'lsa ham ber, shuni o'zimni yonimda muhim deganda, o'sha paytda qaymoq joylar sotiladi. Tushuntira oldimmi? Скорее всего 6000 ga bo'lsa ham mana oldimga hovlim yonidagi qo'shnim uyi menga qadrlidi. Shunaqa paytdagi eng kichkina qadavoy likvidniy joylar sotiladi. Hali buni men ko'p tahlillarga asosan boshqalarga ishonaman. Albatta katta full flowlar bor yoki bashnalar bor. 300 kvadratli etajlar, 500 kvadratli etajlar bor. Ularniki 5000 dan tepa bo'ladi degan taxminni prognozi bu turk kompaniyasi bizga Investin trilliant sotgan, trilliant boshqarganlar, trilliant qurganlarning xulosasiga qarab biz xulosa taxminlar qilib turibmiz, lekin tani 4000. O'shaning uchun bularni sotuv strategiyasiga asosan har 300 kvadratdan keyin 1% oshlar ekan. O'shaning uchun 300 kvadrat bugun sotilsa, ertaga 1% ga narx oshadi. Bahorda oshadi, yozda oshadi, qishda oshadi degan joy yo'q. Dalolat qancha ko'p bo'vergan sari siz o'ylashingizga qancha ko'p vaqt ketsa, sizni cho'nchangizga shuncha ko'p zarar ketadi degan model qilishar ekan. O'shaning uchun o'ylagan o'yiga yetguncha tavakkalchilar bismillahir-rohmanir-rohim deb ishini bitiradi. O'sha tavakkal qilishim uchun dalolat qiling, ma'lumot bering desa, hamma savolga javob bor. Xo'p, Hasan aka, mana shu joyda yana bitta savol keldi, qarang. Mana hozir internetlarda juda ko'p insonlarda shunaqa nima deydi, bir paradoks deymi, paydo bo'ldiki, uylar narxi tushishni boshladi, uylar narxi tushib ketadi degan gaplar juda ham ko'paydi. Xo'p, bu joyda narxlar tushib ketishi qanaqa bo'ladi? Oldi olinganmi yoki masalan men hozir keldimki, mana deylik, bitta kes keltiraman, bo'lmasam mana Dubayda shunaqa qurilish kompaniyalari bor ekan. Mana uy deylik 2026-yil bitadi. Hozir olgan odam deylik 100 mingga oldi misol tariqasida, lekin undan keyin 1 yildan keyin kelgan odam 100 mingga olish ehtimoli paydo bo'lar ekan, ular katta skidka berib olar ekan. Mana bu odam 1 yil yeb qo'ydimmi deydi. Ha, 1 yil oldin pul tikkan odam, masalan, 1 yildan keyin kelgan odamlar bir xil narx olishi uchun mana shu yomon narsa ekan, juda qattiq reputatsiyaga ta'sir bo'lar ekan. Shunaqa narsa O'zbekistonda kuzatilsa, birinchi olgan odamlar xafa bo'lib qolmaydi. To'pato'g'ri. Zo'r gap, qo'shilaman. Haqiqatan ham qaysi faktorlar bo'lsa, bizda va bizdan tashqari hamma nedvижимостlarda mif va ikkilanish, pachka takliflar chiqib ketadimi? Pachka takliflar chiqishi ko'paydi, odamlar semirtirib sotaman degan gipoteza bilan 100 ming dollarlik narsani olsam, bitgandan keyin 150 ming bo'lar ekan, hozir 30 ming dollar bilan oldimda 3 ming to'lab bordim deydi. Bitgandan keyin 100 ming dollarimni ham kopilka qilib bo'lsam sotsam men roziman deydi, bozorga taklif chiqarayotganlar yo'q emas, bor. Chunki shuning ichida yuribmiz. Biz ham O'zbekistonda yashaymiz. Ma'lumot uchun. Biz ham bu savolga javob topamiz. Albatta biz zo'rligi, mana ham sizga o'xshab xuddi savolni ukamizga berdim. Investorlar psixologiyasida bu xavfsizlik qanaqa inobatga olingan? Sababi qilinganmi? Sababi albatta qilingan. 4000 dollarlik narsani narxi Mercedes, Nexia emas. Izначально 4000 dan arzon sotilishga haqqimiz yo'q. Tushuntira oldimmi? Birinchi himoya. Ha, bo'ldi, men qanday qilib o'zidan tandan arzonga sotaman. Ikkinchisi, biz 1000 so'mlik loyihamizning ichida masalan Slovakiya endi 100 so'mlik fazasidan o'tyapmiz. Hali yana ancha qiladigan ishlarimiz bor, ambitsiyalarimiz bor, rejalarimiz bor. Bu loyihada xato qilsak, boshqa loyihalarimizga ta'siri bo'ladi. Biz unaqa xato qilib yoki stimul qilmaslik. Bizdan tashqari loyiha mualliflaridan tashqari, egalaridan, asoschilardan tashqari Sardor akamga yigitchilik, pul kerak bo'ldi deb qolsa ham, taklif chiqsa nechta taklif bor degan savolni qarang. Qaysidir bashnelarda 50 ta etaj, 40 ta etaj, 30 ta etaj, 20 ta etaj bashnelarda taklif ko'p. 26 kvadratli, 36 kvadratlidan 60 ta yo 80 ta taklif bor, hamma shu 26, 86 likdan olgan. Bu yerda bashnelar FG, DE, уже DE sotib bo'lindi. FG'da ozgina qoldi bo'lsa, 15 yo'q-da, unikal. 15 ta etajlik bittadan etaji kimdir o'zi uchun oldi, kimdir arenda uchun oldi, kimdir boshqa uchun oldi, o'rtacha 1,5 million dollarlik cheklarni oldi. Bo'lsa 2 ta 3 ta sotuvga bo'ladi. Bu u ham bo'lsa yaxshi qiz mahalladan ortmaydi. Aka, men bitta etaj oldim, ikkinchi etajga ehtiyojim bor ekan.
500 kvadratli ofis olgandim, yana 500 kvadrat bo'lsa, o'zingizdan shu o'zdan o'zim ola qolay desa, 15 ta odam ichidan yo ortmaydi, arenda ko'rinishda, yo o'zim sotib ola qolay deydi, yoki o'sha paytda bitgan bo'lsa ham, yaxshi bo'lsa, bekor o'sha payt bitta olaman, yana bitta olay deymiz. Xuddi Husan akam li olgan bo'lsalar, Hasan aka yaxshi chiqibdi, qimmatroq bo'lsa ham oling desa, bu resurs cheklangan. Masalan, lilar bu yil arzonida keyin qimmatida keyin tushib ketdi, chunki har deb chiqaveradi. Skver hadeb paydo bo'lmaydi. Shunday. Skverda misolda keladigan bo'lsak. Va skverda hadeb yangi taklif chiqmaydi. Yildan yilga qurilish mollari narxi tushib ketyaptimi? Yo'q, oshib boradi. Yildan yilga dollar narxi inflyatsiyasi qiymati oshyaptimi, tushyaptimi? Tushmasa, xohlasak, xohlamasak bundan 10 yil oldin, 20 yil oldin 3000 dollarga kvartira olganmiz. Hozir 3000 dollarga kvartira ola olmaymiz. Dashi narxlar tushgan taqdirda ham na bizda, na O'zbekistonda unaqa katta tushmaydi. Inflyatsiyani hisobidan bo'lsa ham bugun kratkosrochniy narsada tushgan narsa kelajakda undan past tushmaydi. 5 so'm oshib 1 so'm tushishi mumkin bu narsa. O'sha uchun qo'rquvi nimasi? Ikkinchi omil O'zbekiston O'rta Osiyoda yildan yiliga millionlab aholisi ko'payayotgan omil. Shunday. Centris Towersga keladigan bo'lsak, 40 millionga yaqin aholisi bo'ladigan O'zbekistonning ichida 4000 ta yaxshi odam ishlaydigan joy bitta bo'lsa, 40 millionning 10% 4 million. 1% 400 ming. 0,1% 40 ming bo'lsa, 0,01% yaxshi odamlar o'zini yaxshi ko'radi u skverda. Hech kimga almashmasman, Rimga ham almashmasman, seni bu narsa O'zbekiston degandek, skverni u Yangiobodga almashtirmaydi. Mana shu joyda endi qiziq Turing, savol bor. bir kap qilaylik, battal qilaylik. Mana 0,01% odam shu joyga keladi dedingiz. O'zbeklarda yaxshi gap bor, uyolmi qo'shni oldiga. Qanaqa insonlar kelishi mumkin agar nomlari bo'lsa, aytsangiz xursand bo'lamiz. Yo'q, qanaqa brendlar bor? Boy brendlar haqida gaplashdik. Mana endi birinchi etajda kommersiya zona bor. Birinchi etajda u ham filosofiya sifatida, konsept sifatida O'zbekistonda eng qimmat avtosalon. Eng qimmat degani eng qadri brendi baland nimalar? Avtosalon eng brendi baland sovg'alar, brilliantlar, tillalar, boshqalar bilan Alif Zargar yo'layski emas. Shu kam ta'minlangan qiynalganlar bor, maza qilib turib zavq oladiganlar. Xudolar Tesla'ni, Mercedes'ni o'zini nimasi mashinadan tashqari nima oladi? Kiyimlar bo'lmaydi. Kiyim bo'lmaydi. Faqat eng qimmat o'sha boyga aytgandek brendlar, yeb ichishlar yoki kiyimlar boshqalar bo'lsa, bu nima sifat. Lekin biznes o'laroq backendda, frontendda, ofisda, boshqada ishlaydigan brendlar bitta bo'lsa ham Xudolar Tashkent City'da ofisim bo'lishi kerak, bitta bo'lsa ham Dubai Mallda joyim bo'lishi kerak, bitta bo'lsa ham palon joyda bo'lishim kerak deganlar, bitta bo'lsa ham Centris Towers'da bo'lishi kerak bo'lgan ofisi yo boshqasi bo'ladi. Agar O'zbekiston dunyoga ochilgan bo'lsa, Rossiyada mana bunga o'xshagan sut to'kilgan qattiq pulab ichib, SNGda yoki O'rta Osiyoda bitta bo'lsa ham yaxshi joyda ofisim bo'lsin desa, farqi yo'q, Kia'ga o'xshagan, BYDga o'xshagan, Mercedesga o'xshagan, Samsungga o'xshagan, yana boshqa o'xshagan brendlar qayerdadir yaxshi menga eng xavfsiz, eng ishonchli ofis bo'lish kerak bo'lsa, biz hammasi bilan dialog qilamiz. Mirovoy brend. Mirovoy brendlar shuni spesifini ochingda, O'zbekiston senga qiziq bo'lsa, O'zbekistonda sani bitta uying yoki vakolatxonang bo'lish kerak bo'lsa, dalolat qilish uchun boshlanmoqda. Agar o'sha brendlar O'zbekistonga niyati kelish mumkin bo'lsa, Xudo O'zbekistonga kelib eng zo'r joyga bo'lsa ham bir marta o'zim Tashkent City'ga borib ekskursiya qilaman, Samarqandga bo'lsa ham boraman, Registonga bo'lsa ham boraman desa, must have bor-ku. O'zbekistondagi eng zo'r vakolatxonalar, eng zo'r ofislar 2 yil, 3 yil, 4 yildan keyin mana bir paytlar Jiguli minganmiz, Nexia minganmiz, boshqa minganmiz. Endi mabodo intilsak Gelikka qarab intilamiz. Intilsak Mercedesga qarab intilamiz, Teslaga qarab intilamiz, Liga qarab intilamiz. Bular Rolls-Royce'ga qarab intilamiz. Intiladigan joy bo'lsa, mana shu intiladigan joylarni shu yerda bo'ladi. Bundan zo'r lifti bo'lmaydi, bundan zo'r lobbisi bo'lmaydi, bundan zo'r yo'q O'zbekistonda ayting qaysi birda. Bexijolat mana da'vogarlik qilib aytyapman. Bizga hurmat qilgan hamma havas qilganlardan zo'r bo'ladi. Hamma biznes sentrlarni O'zbekiston hammasini oling, ulardan zo'r nuqta virgulgacha lobbisidan tortib boshqadan agar bugun ochilgan eng zo'rlar bo'lsa, undan zo'ri bo'ladi. O'rta Osiyoda va SNGda nomeradin da'vogarlik qiladi, ya'ni bo'lyapti. Qo'rqmasdan buni da'vogarlik qilish katta narsa-da. O'qacha katta gapirib olmasdan nima deysiz? Chunki ambitsiya, xarizma va nomeradini sifatida qilingan ish arzon narsa bilan qimmat effekt topolmaydi. Shunday. O'sha qimmat effektni o'zini klienti bor.
Siz bilan ming biza mayli Alloh bizga ham nasib qilsin deb Bugattiga havas qilib o'tganman. Bugattining o'zining klienti bor. Lamborghini o'zining klienti bor, Ferrari'ning o'zining klienti. O'shalar kelaveradi. Siz просто ularga niyat qilib bizga ham sizlarning yo'linglarni bersin deb o'tiramiz-ku. Siz bilamiz. Bizga ham yo'lni bersin deganlar intilsa, kelinglar, mana shu yo'lni sizlarga ham bersin. Siz atrofingizda zo'r insonlar bo'lsin. Sizni eng zo'r joyda ofisingiz bo'lsin. Uni ko'rganlar, "O" deydi degandek zo'r kompaniyalar atrofida intildim. Chunki muvaffaqiyat markazi bino bilan emas. Muvaffaqiyat markazi o'sha binoga munosib kelib, bu haqiqatdan bu dostoyni etava deydi-yu. Siz shunga munosibsiz deganlar uchun ko'radi. Masalan, deylik, ko'chada pirojki yeganingizdan ko'ra normal kafeda qilib, asal ko'chada nima qilaman yoki arzonli ichib yurgan, chakib yurgan odamlarning oldida choch oldirgandan ko'ra kulturniroq joyda choch oldik, yaxshiroq joyda kiyinay deymiz-ku. Nega? Chunki yaxshi odamlar kiyinadi deymiz. Shu eng yaxshilari bo'ladi-yu. Eng salohiyatlilari buni ko'rgandan keyin mana liga o'tirgandan keyin trailblaze'ga maza qilmaydigan bo'lib qolasiz. Shunday. Xuddi shunaqa bu yoqqa kelgandan keyin boshqa Ona yuqorida baribir. yaxshilikka tez ko'nikasiz. Agar yangi yaxshilik timsoli bo'lish kerak bo'lsa, yangi planka bo'lish kerak bo'lsa, shu xudo xolisa Centris Towers. Zo'r. Mendirman o'sha deydi. Yaxshi, Hasan aka qarang, mana endi yana bitta dolzarb mavzu bor. Bu yerda parkovkalar masalasi. Mana biz shahar markazidamiz, joy qo'yishga, bir qadam bosishga joy qolmadi. Centris Towerda qanaqa qilib parkovka masalasi yechilgan? Siz albatta mana videolarni qo'yasizlar, maketlarni qo'yib beramiz, boshqalarni qilamiz va hozir hattoki tashqari qurilish tilda ham, dilda ham, amalda ham orzu emas. O'zbekistonda yagona biznes sentrki 4 qavat faqat parkovkaga. Va binoni 107 ming kvadratda 40 ming kvadratdan ziyod faqat mana shu podvalga parkovkaga pul qaytmaydigan narsa ekosistemaga tikilyapti. 800 dan ziyod parkovkaga tikilishini maqsadi shu loyihaning qiymati va qadri uchun. Demak, kim kelsa ham muammo parkovkadan bo'lmaydi. Bu yerda City Mallga borasiz, depozitga o'xshab kirib chiqaveradi, faqat ularning modeli bo'yicha bepul bo'lsa kirib chiqish adashmasam bepul edi. Pulli. Pullimi? City Mallga kirib chiqish ham parkovka. Men bilmayman. Demoqchiman, mana aeroportlarga kirsangiz, City Mallga kirsangiz, nechinchi etajda qancha nima bo'lgandek, yo Turkiya, Dubay boshqadan joy ko'rsatib turadi. O'sha eng zo'r smart management tizimlari bor. O'sha kompaniyalar bilan dunyodagi eng ujal velosiped ixtiro qilinmaydi. Ixtiro qilingan zo'r metodlar, zo'r texnologiya, zo'r know-howlar bilan keladi. Zo'rni olib keladi. Zo'r, tamom. Bu yoqda kompromis yo'q. Liftda ham, boshqada ham faqat va faqat eng zo'ri. Hattoki konditsioner isitish va sovutish tizimlarida ham xuddi shunaqa. Mana bizda Dexda borsangiz, isitsa sovutmaydi, sovutsa isitmaydi-yu. Bu yerda xolos bu xonangiz isitib, bu xonangiz sovutadigan bo'lsa, texnologiyalari ham har bittasida raziyasida $1 million, $2 million raziya bo'lib, bu butun bir boshli biznes kompleksda eng qimmatlari, eng zo'rlari va eng kompromislari. Hattoki mana kecha gaplashdik, liftlar tizimida har bitta qavatda, har bitta bashnada 5 tadan, 6 tadan, 7 tadan lift bo'lsa, o'zbek nima qiladi? Hammasi borib knopkani bosib chiqadi. Ha, shunday. Buningizda chiqib ketasiz, orqasiga ikkitasi xalos to'yishadi. Yo'q. Bosilganda nechinchi qavatga chiqayotganingizni ko'rsangiz, smart management rejimigacha bor ekan. 5000 ta odamni to'g'ri boshqarish uchun qaysini bosishdan qat'iy nazar birinchi qavatdan 7-chi qavatga, 17-chi qavatga chiqayotgansiz, 17-chi qavatda bosadigan yangicha metodlar chiqqan ekanki, Hasan akam olib chiqib, Alakam olib tushadi. Yoki hattoki ichida xalqaro kompaniyadagi eng o'ta VIP persona keladigan bo'lsa, ularga boshqa ID bilan qilsangiz, unga kelayotganda yonida boshqa odamlarni aliziloni koridor sifatida olib chiqadigan yechimlargacha bor ekan. Masalan, menda o'ta platinum nima bo'lsa bosib, bunda sim kartaga bosib 7 ni bossam, 7 ga chiqquncha Hasan akam o'zlari chiqib ketish kerak degan odamlar bo'ladi. Platinum odamlar keladi shu. Yo'q, maqsad shu o'zi. Chunki mana C Towers ichida eng qimmat kompaniya bo'lsin, dunyodagi farqi yo'q. O'rta Osiyoda, SNGda farqi yo'q, Sapga o'xshagan kompaniya deymiz, boshqa o'xshagan kompaniya deymiz. Nomer adillar kelib, men undan pastga kompromis qilmayman deydigani shu. Bular kelsa kim? Bular yo sotib oladi, yo arendaga oladi. Bugun o'shaning uchun sotib olayotgan odamlar biladiki, garantiyani shunaqa kompaniyaga arendaga berib olsam bo'ldi, men temam yopiladi. O'shaning uchun bu yerda modellar yechimlar qilindi. 800 ta parkovkaning ichida siz xohlasangiz bir haftalik, xohlasangiz bir oylik, xohlasangiz bir yillik abonementskiy plata olsangiz, tarifingiz shunga qarab belgilanib bo'ladi. Men bir rovga kirib chiqsam 100 so'm to'lasam,
Siz 1 yillik abonement olsangiz, sizga 30 so'mdan tushadi. Siz garantirni ofisi rezidenti bo'lsangiz, sizga boshqacha kvota, bularga boshqacha kvota. Bular moykaga kelyaptilar, bular sport zalga kelyaptilar, siz bo'lsangiz rezidentsiz. Ko'chadan keladigan odamga ko'chaning narxidan ko'ra, mana o'zimiz hozir kirayotganda boshqa muammo. Muammo. Lekin 800 ta muammo yutib yuboradi. Mana shu atrofda bunday qarasangiz hozir 800 ta chiqmaydi mashina. Hattoki 800 ta emas, 1,5 mingta kirib chiqishini ta'minlash uchun mana shu yoqqa pulga bo'lsa ham qo'yaman deyishga motivi bor. При условии priority bor. Fitnessga kelsangiz priorities bor. Salonga kelsangiz priorities bor. Ofisda yashasangiz priorities bor. Rezident bo'lsangiz priorities bor. Ko'chadan kelgan odam hech bo'lmasa rezident sifatida fitnessga 12 desa, bularga motiv. Tushunyapsizmi? Men xato fitnessga bo'layman, men fitnessda bo'lganim uchun bular 100 so'mni oladigan narsa, men 80 so'mni olaman deydi. Mana shu atrofda ishlaydiganlar ham bor-ku. Shular avtomatdan restoranga, shular avtomatdan fitnessga, avtomatdan mashina parkovkasiga ishlatsa ham, o'sha 800 ta parkovkani bittasi ham sotuvga qo'yilmayapti. Aka, 1,5 million dollarga sotuv, 1,5 million dollarga ofis sotib olgan, menga garantirni 10 ta yoki 15 ta mashinamga joy kerak, men sotib olay desam sotilmaydi. Garantirini biriktirilgan joyi bo'ladi, lekin sotilmaydi. Nega? Chunki sotib olganda 2 yillab remont ham qilmayapti, ishlatmayapti, lekin men bu yerda parkovka borida ikkita yo'qda bu narsa. Lekin bu joy aylanib, talab va taklifdan kelib chiqib, nochu deshevli o'tiram daroja degan tariflarni boshqalarni qilib qo'ysangiz, smart rejimlar chiqib ketdi. Taksiga o'xshab. Qorda, qishda, probka paytda narxlar oshib, boshqa tufayli tushadi-yu. Sen qaraysan, men bu yerda kunduzi yoki kechqurun bo'sh paytda qo'yaman deysiz. Siz o'zingiz bu yerda shuncha odam kelib ketganda parkovka temasi 800 tadan ziyod parkovkaga mo'ljallangan joyda bir kunda 1,5 mingta mashina aylanishiga ta'minlanadigan samaradorlik uchun menejment tizimiga, IT yechimlariga, platformalarga, texnologiyalarga peragavor ketayotgan. Endi uni og'zakidan 5 ekan, amalda ko'rsak bo'ladimi? O'z qo'llatib qo'ygan ishinglar bormi desanglar, mana Restaga boringlar. Mana Centris Fitnessga boringlar. Mana Black Star moykalarga boringlar, portfoliolar kim? Nimani qo'llatgansizlar? Hamma marketing uchun chiroyli gapiryapti. Nima bo'lsa bo'lar ertaga. Bugun shu narsa deb sotib olmasa bo'lmas desa, bu yoqqa kelgan odamlarga hammasiga voucher beramiz. Qiziqish bildirganlar. Restoda bitta bizani qilingan ishlarni ko'ringlar. Bizani salohiyatimizga shubha qilayotgan o'zingiz qurgan binolarimizni ko'ring deydi-yu. Bizani biznesdagi qilingan ishlarimizni, qadriyatlarimizni, filosofiyamizni bilgan insonlar dalolat qilishsin, orqa-orqadan so'rasin, surishtirsin. Bu albatta bizani oila uchun, bizani yurtimiz uchun, bizani millat uchun yana bitta portfolio bo'ladigan loyiha bo'lyapti. Faqat bizani shaxsiy manfaatimiz uchun emas, yurtimiz uchun, millatimiz uchun, O'zbekistonda mana Tashkent City ham boshqa joydagi mehmonlar kelsa hammamiz uchun faxrlanamiz. Olib borganda albatta xuddi shunaqa faxrlanadigan bir loyiha bo'lyapti. Shu loyihaning atrofida kim bo'lsa mas'uliyatli insonlar turibdi. Tajribali insonlar turibdi. Ular puliga, vaqtiga, srokiga ulguradimi? Ulguradi. Boyagi savolingiz ikkinchi javob. Hujjati va sroki. Srokiga ulgurish uchun ham salohiyat bor, resurs ham bor. Peshanasi yarqirab pulni tikkanlar bu loyihani qiymatida maksimum 30% gacha pul investorlar puli. Hozir aynan mana shu savolni bermoqchi edim. Mana bino haqida gaplashdik, hujjatlari, ekosistemasi haqida gaplashdik. Bitish srogi qaysi yilga? 27-yil, Xudo xohlasa mana hozir bilan martda o'tiramiz. Martda biz ofisda choy ichamiz. 2027-yil mart oyida inshaalloh Navruzda, Ramazonda, yoz 26-yil bitib ishga tushadi. Remont qilib choy ichguncha ham ozroq vaqt kerak. Xuddi shunday. Xudo xohlasa 27-yil bu yil mana hozir siz bilan bugun syomka qilib turibmiz. D blok deyarli bitib bo'ldi. A bilan C blok уже ko'tarilyapti. Xudo xolisa bu yil oktyabrgacha hamma mashinalar ko'tarib bo'ladi. Yana yil oktyabr, noyabrgacha уже hamma fasad ishlari, ekosistema ishlari. Уже balkim yana yil yozdan yoki kuzdan remont qilishga ruxsatlik beramiz. Remontlar kerak bo'lsa biz shu yerdamiz. Brigada jamoasi, hozir arxitektura, dizayn ishlari ham qo'shilgan. Biz xizmatda bo'lamiz. Xo'p, endi Hasan aka, mana shu Centris Developmentni kelgusidagi rejalar haqida bir yoritsak yaxshi bo'lardi, chunki yurtdoshlarimizga bu ham qiziq bo'ladi. Mana hozir siz qayerda o'tiribsiz? Showroomda o'tiribsiz. Showroomda. Showroom nima beryapti sizga? Ishonch beryapti. Ishonch, albatta. Bu ham showroomimiz bizani.
Centris Development showroom. Demak, tushunishim bo'yicha bu katta loyihalarni showroom u bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Bu hozir ofis qanchalik salohiyatli ofis? Juda kuchli salohiyat. Centris Towers'ni olish uchun yetarli ishonch bor, muhit bor. Albatta. Stoldan tortib, stuldan tortib, ofisdan tortib, atmosferasidan tortib, baribir brend bu ishonch. Xuddi shunday. Centris Development, Centris Towers'ga ishonch hosil qilish uchun Centris Towers'ni showroom'i vizitga portfolio sifatida ishlagan bo'lsa, ishonch qaror qabul qilishingizga ta'sir qiluvchi omillarni, cho'chishlarni, ikkilanishlarni oldini olgan bo'lsa, Centris Development'da qolgan hamma loyihalarni portfolio va ishonchi va showroom bu o'sha joy bo'ladi. Chunki mana hozir juda katta. Bu Centris Towers $200 million loyiha bo'lsa, kamida 10 barobar katta loyihalar turibdi. 10 barobar bu $2 milliard degani. Shunaqa. Bu hozir 2 milliard og'izda gapirish oson, lekin amalda bu narsani Shuning uchun vaqt ko'rsatadi. Hozir mana aprelda o'sha Oltinko'l loyihasi nasib qilsa sotuvga start beriladi 2,5 mingta xonadon. Bu Centris Development tomonidan amalga oshiriladi. Centris Development'da ikkinchi loyihasi. Ikkinchi loyiha. Birinchisi bu Centris Towers bizda, ikkinchi loyiha kommersiy kompleks bizda, ikkinchisi Oltinko'l. 2,5 mingta xonadon Mirobod tumanida Resiv bozor yonida. Uchinchi loyihasini keyin ko'rsatuvimizda ular gapiramiz. batafsil endi aytib beramiz. Hozir birdaniga. Hamma Yaxshi, Hasan aka, yana bitta oxirgi savollarimdan bittasi, bu videoni nima uchun odamlar ko'rish kerak? Bo'lmadi deganda yaxshi niyat uchun. Yaxshi niyat uchun. Havas qiling. Albatta, kimgadir qarab xulosa qilamiz, fikr qilamiz. Kimgadir qarab shukr qilamiz. Chunki holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi, o'zing o'zgarmasang olam o'zgarmas. Kecha Hasan akamni 3 yil oldin, 5 yil oldin energiyasi, fokusi Infactor'da kichikroq loyihada. Umri o'sha, lekin nima qildi? Bugun endi katta salohiyatli loyihaga bizni ukamiz oila a'zosi sifatida va bizning qadriyatimiz, tajribamiz, kalibrimiz, mediadagi tajribamiz va shu Hasan aka yuzlab, minglab, millionlab insonlar sizlarni hurmat qiladi. Sizga ishonishadi va siz menga ishonasiz, men ishonaman. Siz ishonchingizni shu loyihani bir yana ommaga dalolat qilishida sizga ishonganlarga ko'proq vazifasini bajarishga reputatsiyamni qo'yaman, qo'ya olaman. Boshqa narsa qilaman. U yoqdagi legenda, u yoqdagi filosofiya, u yoqdagi software, g'oya nimani bugun ham hardware deydi-yu, salohiyat sifatida yangi variantida. Albatta nima qilamiz? Bu narsani biz davom ettiramiz. Yangi sezon deymiz. Yangi kalibr, yangi etap. O'zingiz ko'zingiz oldida Infactor kichkinagina podvaldan boshlangandi. Keyin ikkinchisi Texnomartdek edi. Uchinchisi siz o'zingiz bosh remont qildinglar. To'rtinchisi bu yoqni ham remont qildingiz. Bunga nisbat, birinchisiga nisbatan u 10 barobar katta salohiyat bo'lsa, bular hammasiga nisbatan bu 100 barobar bo'lsa, bunga nisbatan yana ashuncha katta loyihalar kelyapti. Umr shunaqa mazmunli ekanki, Allohga oson ekan, fazli karam, marhamati bilan katta loyihalar bo'lsa ham qiziqadi deysiz, biriga qarab fikr qilasiz, biriga qarab shukr qilasiz, tafakkur qilasiz va o'zing ishonsang amalga oshira oladigan muhit, hudud qilishyapti-ku deysiz. Demak, otalar so'zi yo xatolar so'zi sifatida men nimadir noto'g'ri qilyapman. Buni ko'ring, buni shunchaki reklama deb ko'rmang, dalolat sifatida ko'ring. Познавательный kontent sifatida ko'ring. Yangi ambitsiyalar, yangi vidение, yangi kalibr, yangi duh, yangi maqsad, yangi orzu. Insonni umri nimaga almashayotgani sifatida ko'ring. Va buni o'sha talqin, Hasan akam talqindagi ko'rsatuv sifatida ko'ring. Va albatta buni ko'ring shu uchunki 2 yildan keyin ko'ramiz deyish uchun ko'ring. Qani aytilgan narsa bilan amaldagi narsa shunaqa dalolat bo'ladi, shunaqa niyatli bo'ladi. 2 yil shunaqa o'tib ketyapti, mana siz bilan 5 yildan ziyod o'tdi-ku. O'tadi 2 yil. Bu 20 yildan keyin zo'r bo'ladi demayapman-ku. Alloh nasib qilsa, yurtimiz tinch bo'lsa, tinchlik, xotirjamlik, tansihatlik bo'lib tursa, Ukrainaga o'xshagan, boshqa o'xshagan bir xudo o'zi asrasin, qanaqadir yoki Nechni faktor yoki karantinga o'xshagan bir ta'sirlar bo'lmasa, iqtisodiy, siyosiy, geopolitik bir qanaqa muammolar bo'lmasa, bu loyiha amalga oshish uchun hech qanaqa tahdid ko'rmaymiz. Yurtimiz tinch bo'lsin. Tushuntira oldimmi? Shaxsiy
o'zingiz ruhingiz yetadimi, ko'zingiz yetadimi, hech qanaqa qoqilmaysizmi, adashmaysizmi, bizning investitsiyamiz bu yoqqa kiryapti. Ishoninglar, xotirjamsiz. U tomonda muammo Yo'q, mabodo uyalib qolmaysizmi yoki yo'qolib qolmaysizmi, yo pulsiz qolib ketmaysizmi yoki siyosiy bir qanaqadir tahdidlaringiz yo'qmi, inson sifatida, biznesmen sifatida desa, Xudo xolasa hech qanaqa tinchlik, xotirjamlik, tansihatlik bo'lib tursa, niyatimiz, maqsadimiz yurtimiz uchun bir chiroyli portfolio qilish. Albatta. Tushuntira oldimmi? Maqsadimiz yurtimizga bir chiroyli ko'zgu bo'ladigan loyihaga, maqsadga intilgan paytimizda bu maqsad hammaga manfaatli bo'lishi uchun undan xotirjammiz. Yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu joyda markazda eng baland binolar 10 qavat atrofida, lekin bu 21 qavatli bino. Bu ham bitta o'ziga yarasha yutuq. Bu portfolio. Bu ham faqat va faqat davlat rahbarining ruxsatlari bilan shu yurtimizni ko'rkiga mos bo'ladigan, strategik ahamiyatga ega bo'lgan loyihalardagina ruxsat beriladi. Boyagi savolga javob. Bu loyiha faqat Qazan aka yoki faqat ukamiz yoki faqat shu loyihani egasi xohlagan uchun loyiha bo'lib qolmaydi. Bu loyiha yurtga, millatga, jamiyatga manfaat beradigan, salohiyatli loyiha bo'ladigan loyihadagi bir yaxshi niyat bilan boshlangan va oxirigacha amalga oshirishiga sababchi bo'la oladigan loyiha turibdi. Tinchlik, xotirjamlik, tansihatlik bo'lib tursa, Alloh nasib qilsa hammamiz faxrlanadigan loyiha bo'lib turibdi. Niyat shu. Maqsad shu va shu niyat va maqsad yo'lida Xudo xohlasa tinchlik, xotirjamlik bo'lsa 2027-yil martda Xudo xohlasa Navro'zda eslaymiz. Navro'z esdan chiqmaydi. Bahor uyg'onish davri, shoshilishlari marafonga kelmadi. City ham qachondir boshlandi. Albatta. Qachondir bitdi. Qachondir qurdi. Bugun shuncha insonlarimiz, yurtdoshlarimiz maza qilib bahramand bo'ldi. Buni ham otasiga rahmat orqasida turgan insonlarni shu loyihani oxirigacha amalga oshirishida mashaqqatlardan o'tgan insonlarga rahmat degandek, bugun shu loyihani Xudo xolasa tinchlik, xotirjamlik bo'lsa, Centris Development kompaniya loyihasi, Centris Towers loyihasini birinchi portfolio sifatida boshlab turishibdi. Juda ham zo'r. Hasan aka, Centris Towers ishlariga omad tilaymiz. Baribir shuncha ma'lumotni biz bitta ko'rsatuv sig'dira olmaymiz, lekin keyin ko'rsatuvlar qilish niyatlarimiz bor albatta. Undan tashqari yurtdoshlarimizni Centris Towers sotuv ofisiga taklif qilamiz. Kelib o'zlariga yana ham qiziq bo'lgan savollarni berib javob olishadi degan niyatdamiz. Hasan aka, sizga rahmat. Ajratgan vaqtingiz uchun juda ham xursandmiz. O'ylaymizki, bu ko'rsatuvimiz juda ham ko'p yurtdoshlarimizga qaror qabul qilishida yoki o'sha nedvижимостьlarga investitsiya kiritishda bir qandaydir foyda bo'lsa, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Albatta. Omad tilaymiz Hasan aka ishlarga. Sog' bo'ling. Rahmat, charchamang. Rahmat. Biz hozir qurilish maydoniga kirdik. Bu yerda qurilishni Koch Construction kompaniyasi tomonidan amalga oshirilyapti. Hozir sizlar bilan bo'layotgan jarayonlarni qisqacha bo'lsa-da tanishtirib o'taman. Ketdik. Hurmatli yurtdoshlar, hozir sizlarga Katlavanda bo'layotgan ishlarni qisqacha bo'lsa-da obzor qilib berishga harakat qilaman. Xo'p, hozir bu yer sathidan 28 metr pastlikka kovlab tushilgan. Ya'ni bu yerda -4 qavat parkovka bo'ladi. Ana shu parkovka qilishdan oldin 20 metrlik svaylar qoqilgan. Ya'ni bu yerda o'sha insonlar hayoti xavf ostida qolmasligi uchun svaylar qilingan. Undan tashqari 2 metr qalinlikda podushkalar quyilgan va suv o'tmasligi uchun maxsus gidroizolyatsiyalar qilingan. Ya'ni bino cho'kmasligi uchun ham barcha sharoitlarni qilishgan. Ya'ni yuqori texnologiyada qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Undan tashqari A500 markadagi armaturalar ishlatilyapti. Undan tashqari betonlar 550 markadagi beton mahsulotlari bu qurilishda ishlatilyapti. Endi o'ylab ko'ring, hurmatli yurtdoshlar, mana shunday kuchli, mustahkam mahsulotlardan qurilgan bino albatta mustahkam bo'ladi va uzoq yillar xizmat qiladi. Shunday ekan, hozir ham kech emas, mana shunday chiroyli binolardan o'zingizga joy xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozir ko'rib turgan bu binolar C blok va D blok bo'ladi. 8-qavatlari mana qurilish jarayonida. Hozir 8-qavatda ishlar jadal suratlarda amalga oshirilmoqda. Biz ularga xalaqit qilmagan holda qurilish maydonchasini tark etamiz. Hammaga mana shunday joylardan ofislar, joylar olish nasib qilsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.